O'yinchog'imizni narxi 85 ming so'mdan. O'yinchog'imizni Hotwings firmaniki Xitoyda ishlab chiqarilgan. Hop, o'zi ko'rsatib qo'yishi, suvga solsa rangi o'zgarib ko'rsatgan. Shuni hozirga qisqacha ko'rsatib beramiz. Hop, mana suvga solib qo'yganmiz. Lekin rangi o'zgarmadi. Metalldan ishlangan. Sifati yaxshi. Detali ham metalldan ishlangan bo'ladi. Buni suv kelib qo'yganmiz. O'tni muzdasi, o't issiq suv. Qaynoq suvga solgan paytda o'zgarar ekan. O'zining rangiga qaytib o'tdi yana. Bunda xuddi shunaqa. Olur rangi pushta bo'ldi, yarimi mana shunaqa qo'yib ketsam bo'ladi. Qizil ishlangan ekan. Qizilni tegib pushta chiqar ekan. Bunisi ham xuddi shunaqa. Shu rasmdagi shu videodagi ko'rinishda chiqar ekan. Sinab ko'rdik. Do'konimiz sotilar 85 ming so'mdan. Yo'q, bo'ldi, mashina olamiz uni. Yo'q, yo'q. Suv sovuq qoldi, shunaqa hisobiga rangi o'zgarish qiyin bo'lib qoldi. Do'konimizda sotuvda bor. Do'konimizda kutib qolamiz.